1-2 yoshli bolalarda ovoz o'chsin deb ota-onalar ko'pincha telefon berib qo'yyapti. YouTube, Reels'larni tomosha qilib o'tirishibdi. Bularning kelajagi nima bo'lar ekan aka? Kelajagi emas, o'sha qisqa videolarda ko'p bo'ladi. Endi ko'p qilaversa shunaqa. Endi buni yana ham aniqroq qiladigan bo'lsak, zo'r savol bo'ldi haqiqatda hozir. Nima deydi? Ustozlarimiz ham hozir ijtimoiy tarmoqlarga chiqib tavsiyalar beryapti, boshqa doktorlar ham aytyapti. Katta muammolarimizdan bu. Ijtimoiy tarmoqqa qaramlik juda katta muammolarimiz. Buni kelajagi yaxshi emas. Ya'ni o'sha haligi SDVga deymiz. Sindrom defitsit vнимательности giperaktivimiz o'zbekchasiga qarayotganda, tarjima qilganda diqqat e'tibor yetishmasligi va ortiqcha xatti-harakatlar ko'pligi. Bolalarimizda juda ko'p mana shu. Chaqirsa qaramaydi, bir narsani tushuntiramas, qaramaydi, o'qimaydi, gap o'qimaydi, nutq orqada birinchi bitta asorati mana ko'rinib turibdi. Undan tashqari o'sha xotira pastligi, ilm olish qobiliyatining pastligi, sabrsizlik, tarbiyaning buzilishi kelajagi yaxshi emas. Ayniqsa bizni nevrolog tomonidan olib qaraganda bolalarda diqqat e'tibor yetishmasligi va maqsadsiz xatti-harakatlar ko'pligi degan, ya'ni SDVgani ko'payib ketishiga olib kelyapti mana shu. Yoki xotirani keskin pastligiga olib kelyapti. Yoki nutqlarda juda ham pastligiga, nutq kech rivojlanishiga olib kelyapti. Ba'zi bir bolalarda autistik elementlar bilan ketayotgan bolalar ham bor, xuddi shuning orqasidan. Autizm qo'ymaymiz ularga. Autizm elementlari bilan sindrom defitsit vнимания ketyapti. Bunga yechim nima? Bunga yechim birinchi ota-onalar o'zimiz. O'sha bolani oldida o'zimiz telefon o'ynamasligimiz kerak. To'g'ri? Ota-ona o'zi telefon o'ynab o'tirsa-yu, bolaga telefon o'ynama desa, bu mantiqan ham g'alati-da. Birinchi o'rinda o'zimiz o'ynamasligimiz kerak, ikkinchi o'rinda qo'liga o'sha telefonni berib qo'yib tashlantirish usullaridan voz kechishimiz kerak. O'zi 2ta, 3ta, 4ta farzand ko'rganimizdan keyin o'sha bolani vaqtincha shu yoshligida nima deydi? Qiziqqan o'yinchog'i, u bolani qiziqqan narsasi bilan shug'ullanish kerak endi ota-ona. O'zi 2ta bolasi bor, shunga ham vaqti yo'qda. Bolani telefon bilan ovora qilib qo'yapmiz-da. Keyin bolam xotirasi past, bolam yaxshi o'qimayapti, bolam e'tibor bermayapti deb kelamiz. Demak, birinchi o'rinda o'zimiz telefon o'ynamasligimiz kerak bolani oldida.